Mamlakatimizdagi oliy harbiy ta'lim muassasalarining lokomotivi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi. Dunyoda eng aziz yagona istiqlol baxsh etgan zamona. Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan ushbu oliy dargoh milliy armiyamiz saflarini zamonaviy fikrlaydigan, bilimli va salohiyatli ofitser kadrlar bilan butlab kelmoqda. Bu yerdagi shart-sharoitlar, qulay imkoniyatlar sizni ham o'ziga ohangrabodek tortishi aniq. Nega deysizmi? Unda bizni kuzatishda davom eting. Yangi Shuningdek, bu yerdagi zamonaviy o'quv xonalari, yuksak mahorat va kasbiy malakaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar ko'magida eng so'nggi uslubdagi dars mashg'ulotlari, nazariya bilan amaliyot uyg'unligi, vaqt mezoni asosidagi tartib-qoidalar, 20 dan ortiq to'garaklar, bularning barchasi sizning professional ofitser bo'lishingizda muhim o'rin tutishi aniq. Bu yerda siz motoo'qchi bo'linmalari taktik qo'mondonligi, ichki ishlar vazirligi qo'shinlari, qo'shin razvedkasi qo'mondonligi singari jami 12 ta mutaxassislik bo'yicha tahsil olishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Mavsumiy kiyim-kechak, oziq-ovqat singari barcha moddiy ta'minot davlatimiz tomonidan ta'minlanadi. In Armed Force Academy, teachers teach for cadets English lesson in high level. Qurolli Kuchlar Akademiyamizda ustozlar kursantlar uchun ingliz tilida mukammal darajada o'rgatadi. Nafaqat ingliz tili, balki fransuz tilini ham samarali o'rganib, bugungi kunda bemalol so'zlasha olamiz. Umuman olganda, koreys, yapon singari 10 dan ortiq davlatlarning tillari mukammal o'rgatib kelinmoqda. Eng muhimi, bu yerda biz harbiy sohani mukammal o'rganib, bilimimizni oshiryapmiz. Men bo'sh vaqtlarimda sport bilan shug'ullanaman. O'tgan vaqt davomida men jismonan chiniqish bilan cheklanib qolmay, xalqaro sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdim. Agar sizda ham O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasida o'qish istagi bo'lsa, biz sizni o'z safimizda kutib